almashtirib chiqinglar. Xo'p? O'tmasa kerak. Tog'a, endi biz shu yerda yashaymizmi? Ha qizim, dadang aqlini yig'maguncha shu yerda turib turasizlar. Uni aqli ko'chalarda qolib ketgan shekilli. Xullas, qani ketdik. To'g'ri. Opa, sukunat bor ekan. Bitta yeylik. Yo'q, gana yumshadilar. Bitta yeylik. Nima qilyapsizlar? Xoliga. Nima haligi? Kelaya. Sora, bitta shokolad yesin. Bizga kerak emas. Opam bilan kelamiz yemaymiz. Ey, menga aql o'rgatma. Indamasam ja hadlaringni oshyapsanlar. Qo'lingni tekkizma. Tushundingmi? Bugundan boshlab hamma narsani mendan so'rab olasanlar. Tushuntira oldimmi? Tog'am kesalar. Ayt. Agar bu yerdagi gaplarni tog'ang bilsa, Sorani yetimxonaga berib yuboraman. Umuman ko'rmaysan. Xo'p, aytmaymiz. Faqat Sorani berib yubormang. O'zing aqlli ekansan-ku. Endi bor xonaga kirib keling. Agar menga qara, tog'ang bilsa, podvalga qamab qo'yaman kelingni ham. Tekinxo'rlar. Ona qizim o'zim. Yaxshi yuribsizlarmi? Barakalla. Sen mana buni ol. Opalaring bilan bo'lishib yeysizlar, xo'p? Ha. Borib qol. Yaxshi keldingiz, opacha. Rahmat. Bu uyga qizlaringizni sog'inib keldingizmi yo? Karimjon, bilaman, mendan ancha jahli chiqqan. Aybdorman. Lekin sizga bitta iltimos bilan kelaman. Xo'sh. Xullas, Rossiyaga ishlagani ketyapman. Uyni sotdim. Mana bu esa qizlarga deb qolganini olib keldim. Siz nimalar deyapsiz? Men ishlab sizga tegyapman. Endi qizlar ham sizga o'rganib qolishi kerak. Iltimos, uyalmaslik yo'q. Men baribir odam bo'lmas ekansiz. Xayr sizga bu qizlar. Mayli. Men sizni majburlayman. Agar yo'q, siz ularni yetimxonaga topshirishga majbur bo'laman. Boshqa ilojim yo'q. Yoz kechish shu chaqiryapsizmi? Qo'y. Pochcha, men jiyanlarimni yetimxonaga bermayman. Siz esa bilganingizni qiling. Men bu pulni olaman. Chunki bu jiyanlarimning haqqi.
Dada. Bizni tashlab ketmang. Dada, bizni tashlab ketmang. Qizim, kel. Kel. Tezroq. Dadang ishlagani ketdi. Ko'p pul topib kelib, keyin sizlarni olib ketar ekan. Ungacha tog'asi iltimos qarab turing dedi. Gapir dedim. Kim uzdi? Ha? Sen uzdingmi? Yo sen uzdingmi? Menga bunaqa mo'ltillab qarama. Gapir. Sen uzgansan. Yashamay ko'r. Turgan bitganlaring zarar. Foydang tegadimi uyga o'zi? Mo'ltillama. Singlim qilgani yo'q. O'zi yerda uzilib yotadi. Kenayi, ularga tegmang. Ular hali kichkina. Sen menga baqiryapsanmi? Qayerdan paydo bo'lding? Ha? Nega bularning orasiga tushyapsan? Ular o'g'ri emas. Ular tegmadi. Unda kim uzdi? Aytishyapti-ku, o'zi uzilib tushgandir. Nimaga hammasiga biz aybdor bo'laveramiz? Siz yomon ayolsiz. Nima deding? Seni tiling chiqib qolibdimi? Ha? Yur mana bu yoqqa. Tilingni sug'urib, Opamga tegmang. Qo'rqmayapsizmi? Sabiyoda baqirishdi. Ha? Ajon qizim. Lola. Lola. Lola, Hasan qizim shu yerdami? Kim? Loba. Ey Loba. Kağıt kimdi? Loba dedi. Hozir. Ha, dadasi. Kağıt qani buni? Mana uxlab qolman, uzr. Hozir qizim. Hozir to'xta. To'xtajon! Bak. Bak. So'raydi. Nima qildi? Men hech narsa qilganim yo'q. Shumi hech narsa qilganing? Nimaga bolani qamab qo'yding? Tog'a, opamga hech nima qilmadilar. Bularingiz menga gap qaytaryapti. Sora galamizni urdilar. Tuhmat qilma. Hey! Yo'qol ko'zim ko'rma. Yo'qol dedim senga. Shu so'rashinglarni meni uydan haydayapsizmi? Bular jigarimdan qolgan yodgorlik. Yo'qol dedim, ko'zimga ko'rinma. Yo'q. Men bu zumrashalaringizni enagasi yoki cho'risi emasman, shundaysizmi? Bor ket. Ketaman. 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 Uyingizda yelkamni chuqur ko'rsin. Bo'ldi. Ne shu? Ha? Soqat bo'lsa. Qo'lingizga gap turing. Sekin. Tog'a, endi kinayim kelmaydilarmi? Bilmayman. Agar kelgan ishidan uslansa qaytadi. Ura! Jo'z ekanlar. Tushunmadim. Sizlar nimaga xursand bo'lyapsizlar? Yo nima? Kelmang sizlarni qiynarmidi. Tog'a, sizga bitta gap aytay.
Agar aytganimga kirmasanglar, Sarani yetimxonaga berib yuboraman dedilar. Yetimxona nima? Peki, shunaqa dedim. Men sizlar hech kimga bermayman. Hech kimga. Hı? Ha, endi men ishga ketishim kerak. Oysha, sen singlingga qarab o'tira olasan? Ha, Ishonsam bo'ladi, a? ha. Men esa opangni maktabga tashlab o'taman. Sen esa maktabdan qaytguncha Solihaxonga yaxshilab qarab o'tirishing kerak. Qarayman tog'a. Ha, bog'chani ham gaplashishim kerak shekilli. Xullas, ungacha bir amallaymiz, a qizlar? Ha? Lola, yur qizim. Maktabingga tashlab qo'yaman. Sen esa yaxshilab seniga qaragan. Maylimi? Jannat. Sara, dur. Opa, boring. Turgin. Hozir o'qishing kechib qolasan. Hozir turaman. Sara, ko'zingni och. Kechasi bilan uxlamaysan. Ertalab turmaysan, a? Tur. Sara. Opa, eshitdingizmi? Tog'am lavozim oshirishibdi.